Amerikada vaqtni saatda aytganda qanday aytishadi? Alarda bizga o'xshab 13:00 15:00 degan qo'llanilmaydi. Alarda AM, PM deb qo'llaniladi. AM, PM qachon qo'llaniladi? Tungi 12 dan boshlab tushki 12 gacha qo'llanilsa, o'sha soatlarni ne deyotganmiz? AM deymiz. Al endi obetdagi 12 dan boshlab tungi 12 gacha soatlarni biz PM deymiz. O'shanda tushki soat 1 desa 13:00 deb biz qirg'izcha aytsak, alarda 1 PM bo'lib sanaladi. Misali 8:00 da deymiz. Yo'qsa kechki 20:00 emas, 9 AM, 9 PM. Shunday soatda aytasiz, ortidan AM je PM ni qo'shib qo'yasiz. Endi siz ushul videoni qaysi soatda ko'rib o'tasiz? Birdan 12 gacha gana sifrani yozib, ortidan AM jana PM deb yozaga